Atel mavzusidagi oxirgi videomizni bu yerda bir xulosa qanaqaki, misol sayohatga ko'pchiligimiz chiqamiz hozir, ko'p joy ko'ryapmiz, boshqa bilinglarki, o'sha dunyodan kelayotganlar ham ko'p atellarni ko'rib kelyapti bizga. Kelganda misol standartlarga javob beryapmiz. Ya'ni misol chochuvlar bormi, pastelni bilyo bormi, bizdan o'zimiz tekstilimiz bor, eskidan sal tushunamiz bu sohani. O'sha osmondan olib gapirayotganim yo'q bu narsani. Misol chochuvlar 500-550 grammaj bo'lishi kerak. Mana bu pastelni bilyolar stripe satin mana 100% xlopok. Mashti matras ham hozir $1200 turadi. Yatash fabrikasiniki mana. Xullas mebelni ham joylashuvigacha standarti bor. Shularga hammasiga qaralyapti, lekin yorug'ligiga qaralmayapti. O'shanga qaranglar albatta. O'zi bu narsa misol qimmat bo'lib ketadi deb o'ylashinglar mumkin. Mana shunda turgan galagenlar, mana 12 ta galagen bilan yoritib qo'yamiz. $6 dan misol $72 bo'ladi. Buni olib qarasa. Bunaqa qimmat narsalar emas, prosta joyiga ishlatasizlar. Foydalanish kerak bu narsadan. Maslahatlar bizda tekin, har doim aloqadamiz.